Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Nazorat usta. Bugungi qisqagina roligim mana qishda uyimizni tejamkorlik yo'li bilan isitish va isigan uyimizni issiqligini uzoq saqlab qolish haqida bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqni kuzatdim. O'zini kotelni maqtagan, pechkasini obligatorini reklama qilganlar ko'p, lekin bu haqida tejamkorlik haqida, ya'ni uyimizdan unumli foydalanish haqida ma'lumotlar juda ham kam. Men sizga ayta olamanki, bu rolikni ko'ring. Uyingizni ko'mirdan, tokdan, gazdan 50% tejamkor bo'la olasiz. Tejamkorlik qila olasiz. Manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Demak, nimalarga e'tibor berish kerak? Mana bilamiz, qish kunida tok ko'p ketyapti, gaz ko'p ketyapti. Ko'mir ko'p yoqibman deganlar ko'p. Lekin uni eng muhim narsalardan biri o'sha qishga moslab uy qurishimiz. Avval tayyorlab olishimiz kerak emasmi? Deylik, biz keng paytda 10 metrlik katta xonalar yoki bo'lmasa 3,5 metrlik baland shiftli patologli xonalar qilyapmiz. Aslida xonamizni qishga tayyorlamoqchimizmi? Kichikroq xonalar bo'lgani yaxshi. Mana shu men o'tirgan xonam hozir mana o'zim ustaxonam 2,20 patologim. 3 uzunligi 3x3. 2,20 ga 3x3. Kichik xonachalar. Bolalar xonasi ham hammasi kichkina 10 kvadrat, masalan, tavsiya qilardimki, bolalar xonasi ham 10 kvadratdan oshmagan holat. Oshmasligi kerak. Bunda nima bo'ladi? Patologingiz past bo'ladi, nima bo'ladi? Tez uyingiz isiydi. Bilasiz, issiq tepaga boradi. Demak, patolog past bo'lsa, tezroq xonangiz isiydi. Yana eng muhim narsalardan biz isitamiz, ko'mirda isitamiz, o'tinda isitamiz, elektrda isitamiz, uni saqlab qola olamiz. Ya'ni tez chiqib ketadi. Bitta statistikani aytib o'taman. 40% issiqlik eshik va romlarimizdan chiqib ketar ekan. Yoki bo'lsa 20% issiqlik patologimizdan, 20% issiqlik polimizdan, hattoki 15% issiqlik devorimizdan chiqib ketar ekan. Avvalo biz qishga tayyorgarlik ko'ryapmizmi? Demak, xonamizda tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Qaysi ma'noda? Deylik, siz patolog qilyapsiz, gipsogardon qilyapsizmi, panel qilyapsizmi yoki plastik qilasizmi? Tagini izolyatsiya qilishimizga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni izolyatsiya, ya'ni penoplast deysizmi, stiklovata yoki bazalt, porlon deysizmi, qaysi biridan bo'lsa ham tagini yaxshi izolyatsiya, ya'ni bekitishimiz kerak bo'ladi. Bu nimasi yaxshi? Birinchidan, issiqlikni o'zida saqlab qola oladi. Issiqlik tez chiqib ketmaydi, energiyangizni tejayadi. Ikkinchidan, yozda kunida xonangiz salqin bo'ladi. Biz shularga e'tibor berishimiz kerak ko'proq. Deylik, eshiklarimiz eski yog'och eshik ram bo'ladigan bo'lsa, uni albatta 2 qavat, 3 qavatlab kelib salafanlashimiz kerak. Yog'och ramlar bilamiz, o'zidan tez issiqlik saqlay olmaydi. Yog'och ramlar kerak. Akfaga almashtirishimiz kerak. Keyin qarangki, bironta teshik qolmasligi kerak uyda. Haligi bir o'zbek maqoli bo'lardi. Ignadek teshik, tuyaday sovuq degan shunga o'xshash maqol bo'lardi. Xuddi shu gap to'g'ri. Hech qayerda teshik qolmasligi kerak. Oddiy pena bilan teshiklar ko'rib chiqishimiz kerak. Eshik romlar chetlarini ko'rib chiqishimiz kerak. Polimiz, ya'ni polimizdan ham sovuqlik chiqadi. 20%, 15%. Buni tagini ham, pol tagini ham izolyatsiya qilishimiz kerak, sovuq o'tmasligi uchun. Qancha xonamiz kichik bo'lsa, yana qaytarayman, xona shuncha tez qiziydi va o'zini saqlab qola oladi. Biz saflaymiz, energiya saflaymiz, uni saqlab ham qola olmaymiz-da. Kerak bo'lsa eshiklarga pardalar, romlarga pardalar, to'q rangli pardalar. Nima uchun to'q rangli? To'q rang o'zida issiqni yaxshi olib qilib tura oladi. Mana quloqingizga chalingan qora mashinada issiqlik tez yozgi kunda isib ketadi. Xuddi shunday qora to'q rangli pardalar ilishingiz eshikka ham. Eshikni ochgan paytingizda ochiqdan ochiq havo ichkari kirmasligini ta'minlashingiz kerak. Kerak bo'lsa, ko'p joyda kuzatgansiz, 2 qavatli eshik qo'yadi. Birinchisini ochganingizda ikkinchisini ochasiz. Bu hammasi issiqlikni tejash uchun. Bu nima beradi? Men sizga ayta olaman, nima beradi? 50% gacha tejay olasiz. Ko'mringizdan, meningizdan shuni bera oladi. Bu bir umrga. Shunday ekan, avvalo uy qurishimizda eng katta e'tiborni berishimiz kerak. Vahima qilmasdan oldin. Keyin ikkinchi masala. Qish kunida biz kuzatganimiz har xil isitgichlardan foydalanamiz. Qo'lbola Xitoy
isitgichlardan foydalanamiz. Arzon deb olamiz, lekin men uni tavsiya qilmayman. Spiralli. Hamma tomonlama tok energiyasi ham ko'p yeydi. Hattoki kablingizni qizdirib qayerlardadir yana yong'in chiqyapti. Qayerlardadir slabi katta bo'ladigan bo'lsa, qayerlardadir yong'in chiqib xavfli bu. Qo'l bola isitgichlar xavfli, katta yeydi. Ikkinchidan, spirallilar xonani quritib tashlaydi, to'g'ri xonani quritadi. Bu bolalarimizga, yoshlarimizga, hatto o'zimizga ham juda yomon ta'sir. Shamollashimiz, tomoq og'rishi, gripp, kasal bo'lishimiz hammasi o'sha quruq havoda chang ko'tariladi va uni yutamiz. Bu mavzuda eski roliklarim, videolarim bor, qiziqlarini ko'rasizlar. Chang havoning zarari haqida, namlik zarari haqida ko'p videolarim bor. Men tavsiya qilgan bo'lardimki, mana ota-bobolarimiz qilgan narsani, ya'ni siz o'tin yoqayapsizmi? Albatta o'sha pechkaning ustiga bir paqir suvda kirib qo'ying. Ko'mir yoqasizmi? O'sha yerga bir paqir o'tin kirib, suv kirib qo'ying. Suv tursin uyda, namlik saqlaydi. Keyin eng men tavsiya qilganim anaqa mana maslinli обогреватель deymiz. Buni nimasi yaxshi maslinni? O'ta xavfsiz bolalar uchun ham. Borib bola shu bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Juda xavfsiz. Keyin ikkinchi masala, bu xonani umuman xona namligiga, quruqligiga ta'sir qilmaydi. Umuman bu ichida moyi bor, yog'i bor. Tavsiya qilgan bo'lardimki, bundan ishlatishingizni. Qo'l bola priborlardan, ya'ni qo'l bola isitgichlardan foydalanmasligingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham ko'p yo'llar. Masalan, siz nimani istayapsiz? Devorga yaqinmi, bu yerga izolyatsiya bilan bekitib, batareykami, deylik, katal qo'ygansiz, batareykalar. Devorga izolyatsiya bekitib, izolyatsiya bilan, ya'ni porolon qo'yib, yaltiroq falga deymiz, qo'yib devorga qo'ysangiz, issiqlik bu yoqqa uradi. Devorga olmaydi, o'zi ichiga tashqariga chiqib ketmaydi. Buni yo'llari ko'p juda ham. Demak, e'tibor bering, avvalo uyimizni qishga moslab qurishimiz. Bu roligim agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, qiziq bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosing. Bu mening kanalim uchun kerak. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.